Kecha 12 ta mashina qo'ygandik. O'shalardan 7 ta sotildi. 5 tasi qoldi do'stlar. Undan tashqari yana 4 ta mashina sizlar uchun qo'yib qo'ydik. Birin-ketinlik bilan polniy opisiyaniyasi bilan narxlar bilan aytaman. Sizlar ungacha videoga like bosib turib, mashina olaman degan do'stingizga shu videolarni shunday tashab qo'yinglar. Do'stlar, 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexus 2 mashinamiz sotildi. 2024-yil Damasimiz, xo'p, yurgan probegi 70 ming, mashinani kraskasi toza absolyutniy, holatini qarang mashinani. Bu mashinamiz 6300 dollar qo'ygandik kecha. 6200 dollarga berilmadi. 6250 dollar bo'lsa, shu mashinamiz sotiladi. Gaz pas hammasi bor, shumkalari bor, xo'p, balonlari ham bor. 13. Xo'p, bu mashinamiz Tracker Premier bo'ladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, yurgan probegi 91 ming. 4 ta oyog'ida yaxshi archa balonlari bor, 4-paketli propan gaz balonlarigacha bor. Salonni bitta ko'rib olamiz, keling. Salonlarga mana yaxshi naktga chexollar taqib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Video registrator, antradar hammasi bor. Tayyor olasa binasi eng premieri, kraskasi absolyutniy tozasi. Mashinamizda 4-paketli propan gaz bor. Xo'p, 1100 dollarga 2007-yil 07 mashinamiz. Motori moy edi, korobkasi 4-skorochdan chiqib ketadi. Bu mashinamiz oldi sotiga sotiladi, gaz balonlari hammasi bor. 4 ta baloni yaxshi holatda. Xo'p, Matiz Miximiz do'stlar, 2000 dollarga 2010-yil gaz pas hammasi bor. Propan gazi bor buni ham. Xo'p, bu Matizimiz 2009-yil, ikkita uchta joyda kraskasi bor. But-butun mashina 2300 dollarga berib olamiz. Gaz pas hammasi bor. Xo'p, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashinamiz, yurgan probegi 316 ming. Metan gaz baloni bor, balon holatlari chotki turibdi. Xo'p, kraskasiga keladigan bo'lsa, keling kraskasini ko'rsataylik. Mana mana shu joyda kraskasi bor, shu joyda kraskasi bor, ikkinchi krilon mana shu joyda bor. Qolgan joylari, xo'p, bitta eshigida kraskasi bor, qolgan joyi qabliz kabi top-toza. Olasiz, tayyor binasiz. Mashinamizda mana pisochniy stol farali ham qo'yib qo'yilgan. Salon holati ham yaxshi holatda. Keling, salonlarni ko'rsatib qo'yaylik. Mana salonlari ideal holatda turibdi, xudo xolasa. Olasizlar, tayyor mevoralgan mashina, mana. Ko'ringlar. Birinchi pozitsiyasi bo'ladi 2013. 3 ta joyda, 2 ta joyda pitno, bitta joyda kraskasi bor. Sizlar uchun shu mashinani 5700 dollarga qo'yib beramiz. 5700 ga. Xo'p, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mashinamiz, kraskasi absolyutniy toza ekan. Yurgan probegi 300, hozir ko'ramiz. 374 ming probegda. Mashinamiz tayyor. Faqat mana shu orqa bagajda mana shunaqa o'zlari kraska sepib qo'ygan joylari bor ekan. Shu mashinamizda 2015 gaz baloni bor. Sizlar uchun 5900 dollarga qo'yib beramiz. Bosinglar. 2015-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz Soz gibrid motorda, krilo kapotida va krilosida, orqa krilosida kraskasi bor. Mashinamiz holati lekin ideal. Bitta ko'rib oling. Bu mashinamizni sizlar uchun 4500 dollarga qo'yib beramiz. Holatini qarang, tiniqmi? Sizga yoqqan bo'lsa, обязательно videoga like bosingiz. Trekkerlar so'ragan insonlar uchun, akalarimiz uchun Trekkerni oqi ham, qorasi ham hammasi sotildi. Premierni olib kelib qo'yganmiz. Premierni bosib olsanglar bo'ladi. 11100 dollarga Trekker Premier. Sizlarni ham sotmoqchi bo'lgan mashinalar bo'lsa, bemalol olib kelsanglar arzon biriga o'zimiz naqd pulga sotib olamiz yoki bo'lmasam kanalga qo'yib turib sotib beramiz. Barter xizmatlarimiz ham bor. Sizlarda katta mashinalar bo'ladigan bo'lsa, kichkinasini olasizlar, biz zaplat qilib beramiz, olib ketaverasiz. Agarda kattaroq mashinalar bo'ladigan bo'lsa, kichkinasini olsanglar, nima deydi? Yana barter qilib beramiz. Yoki kichkina mashinangiz bo'lsa, kattasini olsanglar, sizlar barterga zaplat qilasiz, olib ketaverasiz. Xullas, sizlar uchun ishlashda davom etamiz arzon biriga. Biz sababchimiz hammasi Allohdan. Videoga bitta like bosib, mashina olaman degan do'stingizga shu videoni tashlab qo'ying. Bosinglar.